Günümüzün butları Şahi Merdan Tahrir Aydın. Her bir peygamberinin tuncu çakırıqı Allah'a ibadet kılınla. Sizlerge Allah'tan başka hiçbir mabut yoktur degan ulug' nida bulup, ulug' Allah her bir ümmetke peygamber avatişdiki gayelerini, insanın sap tabiatini cahillik, butperestlik ve taklitçilikning çan tuzanlardan tazlash deb xulos qilgan. Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, Süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve başka barlıq peygamberler muşi vazife bilen avatilgan. Bu noktadan her bir peygamberinin vazifesine ortak buluşu ajablanarlik emas. Peygamber aleyhisselam kelishdan burun Arablar butlarga cho'qinib kelgan bo'lib, ayni vaqtda Kabe Sharifning atrofida 360 but qo'yilgan edi. Her bir but o'xshamagan kunlarda o'xshamagan kishilar tarafidan ulug'lanadi. Xilma-xil usullar bilan ibodat qilinadi va cho'qiniladi. Butperestlikning nima ekanligi haqida o'limalar nurg'un bayonlarni qilgan bo'lib, yig'inchoqlab aytganda but degan Allohning o'rniga qo'yib agishilgan har qanday narsadir. Burunqi davrlarda butlar ana shundoq o'rin va shakl jihatdan nihoyat aniq edi. U ya toshdan yoki yog'och va yoki boshqa turli narsalardan yasaladi. Payg'ambar alayhissalom Kabening atrofidagi butlarni chiqib tashlagandan keyin ularning xalq orasidagi ta'siri tamoman yo'qolgan. But degan chig'imizda Qur'oni Karimda zikr qilingan Lat, Uzza, Manat, Hubal va uningdan boshqa ismi tilga ilingan o'xshamagan butparast millatlar cho'qinib ibodat qiladigan, qurbonlik qilib ta'zim qiladigan butlar esimizga keldi. Ammo bugun ularning o'rniga ma'naviyatimizni chirtayotgan, ruhimizni xuddi ashu yog'och va toshdan yasalgan butlardek chirmib olgan butlar islomiy hayotimizni og'ir darajada buzg'unchilikqa uchratmoqda. Ular bo'lsa bugun maydonga kelgan pul va mol dunyodan, erkinlik nomidagi pakitsiz sapsatilardan, huquq va rohatparastlikdan yasalgan ma'naviy butlardir. Bugun kishilar erkinlik nomi bilan musulmonligi va aqidasiga uyg'un bo'lmagan so'zlarni uyalmasdan deyalaydi. Diniga mos kelmagan qilmishlarni qila oladi va ular o'zi xohlagan bo'yicha yashash huquqiga ega deb qaraydi. Ko'ngli tortgan bo'yicha yashaydi. Olimlar insonni jahar paydan farqlantirib, inson degan aqlli hayvon deyishadi. Ot, kala, eshaklar aqldan iborat ne'matga erisholmagachga xohlagan yerda xohlagan harakatni qilib yashaydi. Agar inson havoyi havasiga ergishib xohlaganini qilib yashamoqchi bo'lsa, hayvon atalg'usining yana bir tarifi bo'lgan jahar paylardan farq qilmaydi. Islom tarixida payg'ambar alayhissalomga qattiq azor bergan, toki o'lganga qadar payg'ambarimizga qarshi turgan Abu Lahabdan yaqinlari odam yo'q yerda Muhammadning dini haqida nima deysan? U ilib kelgan Qur'onga qanday qaraysan deb so'raganda Abu Lahab, uning dini haq, ammo ota-bovlarimizning yo'lini tark etishni xohlamayman. U ilib kelgan Qur'onning insonning so'zi bo'lishiga qat'iy ishonmayman degan ekan. Ammo Abu Lahab nafsiga ergashgan holda payg'ambarimizga butlarimizni inkor qilma deydi. Abu Lahab havoyi havasiga ergishib bir toshga shundoq muhabbat bog'laganki, eng katta mo'jizalar bilan kelgan payg'ambarga qarshi turgan. Demak, Lat, Uzza, Manatlardek cho'ng marazlar hayotimizdan ketgan bo'lsa-mu, ammo shu maraz kasalning mikroblari bo'lgan havoyi havas bizga ergishib yuradi. Alloh taolo odam otamizni yaratib, butun farishtalarga onunğa hürmet secdesi qilinglar deganda shaytondan boshqa hammasi amriga bo'ysundi. Shaytondan nima uchun sajda qilmaganligi haqida so'ralganda, meningdek kuchlik biri shu to'pollaydan yaratilgan biriga sajda qilamdi dedi va jannatdan qo'g'linib kafir bo'lib ketdi. Demak, manmanchilik, haqovurlik va takabburlik deganga o'xshash havoyi havas butlari qalblarimizni qo'rshib olgan vaqtda har qancha katta shaxs bo'lgan taqdirdami bizni jalb qilib olgan ashu butlarga cho'qingan bo'lamiz. Bu ahvol bizni Alloh va Rasulining to'g'ri yo'ldan ozdirib tashlaydi. Ondaqda havoyi havasdan iborat bu butlarning changididan qanday qutula olamiz?
havoyi havasning keyniga kirib ketmaydigan, qalbga erishish uchun o'limalar o'xshamagan tadbirlarni bayon qilgan bo'lib, biz ularning muhimlaridan bir qanchisini so'zlab o'tamiz. Birinchi, barcha ibodat va amallarda ixlos barpo qilishga tirishish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi: 3 turli ish bor. Musulmon uningga chin qisilsa, qalbi o'chmanlik va xiyonatdan pok bo'ldi. Ularning birinchisi amallarni Alloh roziligi uchun xolis qilish. Ikkinchisi ish ustidagilarga, ya'ni hokimlarga nasihat qilish. Uchinchisi bo'lsa musulmonlar jamoatini lozim tutishdir. Ikkinchi, Alloh taqdir qilgan imtihon va sinoqlarga sabr qilish. Bu haqda mashhur olim Ibn Qayyim rahimahulloh mundaq deydi: shaksizki mamnun bo'lish banda uchun qalb sog'lomligining eshigini ochib berdi. Bu orqali uning qalbi xiyonat, chiriklik va aldamchiliklardan poklangan holda sog'lom bo'ladi. Allohning dargohiga sog'lom qalb bilan kelgan kishilar Allohning azobidan omon qoladi. Kishining qalbida qazo qadarga ochiqlanish va mamnuniyatsizlik bor bo'ldigan, qalbning sog'lom bo'lishidan ig'iz ochqili bo'lmaydi. Demak, bandining mamnunligi oshgan sari qalbi shunchalik sog'lom bo'ldi. Chiriklik, xiyonat qatorliq illatlar mamnuniyatsizlikning juftidir. Qalbning sog'lom bo'lishi, mamnuniyati boshqalarga yaxshilik qilishga va nasihat qilishga intiladigan bo'lishi bo'lsa, mamnunkorlikning juftidir. Hasadxo'rlik, mamnuniyatsizlikning natijasi, qalbning sog'lom bo'lishi bo'lsa, mamnuniyatning natijasidir. Uchinchi, Qur'on tilovat qilish. Allohning kalomi bo'lgan Qur'oni Karimni tilovat qilib turish, haqni qabul qilib, botilni rad qiladigan qalblardagi turli kasalliklarga eng esil davodir. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan: Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan nasihat bo'lgan, dillardagi dardga, ya'ni shak va nodonlikqa shifo bo'lgan, mu'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan Qur'on keldi. 4. Musulmonlar haqida yaxshi gumon qilish. Shaksizki musulmonning musulmon qarindoshlariga qarta yaxshi o'yda bo'lishi qalbning sog'lom ekanligining eng muhim sifatlaridandir. Said ibn Musayyib rahimahulloh mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan biri menga: qarindishing sana xiyonat qilmasala, uning ishlarini eng go'zal holatda o'ylagin. Musulmonning og'zidan chiqqan so'zga qarta yaxshilikqa burash imkoniyati bo'lsa-la, badgumon qilmagin. Kimki o'zini tuhmatlarga duchor qilsa, faqat o'zini ayblasin deb maktub yozgan edi. 5. Nasihat qilish. Qalbning sog'lom bo'lishining omillaridan yana biri, bir musulmon qarindoshlarining kitob va sunnatga muxolif bo'lib qoldi deb qaragan ishlarga qarta ularni ayblamasdan va chavisini chitqi yoymasdan maxfiy holatda nasihat qilishga tirishishidir. Bu nasihat do'stini ranjitmay, ayblamay, bevosita yoki vositalik yo'l bilan bo'lsa bo'ladi. Bu orqali o'zining qalbini texmi pokiz tutgan bo'ladi. 6. Qalbning sog'lom bo'lishini tilab duo qilib turish. Musulmon har doim Alloh taologa duo qilib, yelinishi va qalbini turli xiyonat, o'chmanlik va hasaddan sog'lom qilishni umid qilib turish kerak. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: Ey Rabbim, tavbamni qabul qilgin, gunohlarimni yo'q qilgin, duoyimni ijobat qilgin. Dunyoda dushmanlaringga qarshi hujjatlarimni mustahkam qilgin. Qalbimni seni tunishga muvaffaq qilgin. Tilimni haqni so'zlashi uchun to'g'ri qilgin. Qalbimdan o'chmanlik, xiyonat va hasadni chiqarib deb duo qiladi. İnsanның dunyo va oxiratdagi baxt saodati qalbining xotirjamligi, ko'nglining tinchligi, o'y fikrining Alloh rozi bo'ladigan ishlarda bo'lishi va yana Janobi Allohdan ixlos, insof va tavfiq ato qilishini, nifoqdan, riyodan saqlashini, shundaqla qadamlarni haq ustida mustahkam qilishini tilab turishi natijasida qo'lga keladi. Shu sababdan mu'min banda qalbiga ko'ngil bo'lishi, ixlosni qo'lga keltirishga tirishchanlik ko'rsatishi va ichki dunyosini isloh qilishga har vaqt hozir bo'lish kerak.
Chunki ixlos va samimiyatdan ayrilib qolgan har qanday toat ibodatning qimmati bo'lmagandek, savobimi bo'lmaydi. Oxirida mehribon Rabbimizdan hammamizga pok qalb va sog'lom iymon ato qilishini, havoyi havasdan iborat ko'rinmas butlarning sharridan qo'g'dishini, bizlarni o'z rozi bo'lgan haq yo'lda mangu sabit qilishini so'raymiz.